$795 evaziga Toshkentdan Umra safariga borishlaring mumkin. Bu qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun, agar sizlar oldin borgan bo'lsalaring, vizalaring 1 yilga beriladi. Srogi tugamagan bo'lsa $795 ga borsalaring bo'ladi. Yo'q, men birinchi marta bormoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti deganlar uchun, xudo xolasa $895 dan borsalaring bo'ladi. Qachonga reyslar bor deganlarga, xudo xolasa bugun Hikmat Travel Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga qachonga reyslar borligini, keyin faqat Toshkentdanmi deganlar uchun, yo'q, Toshkentdan emas, xudo xolasa Vodiydan ham reyslarimiz bor. Videomiz oxirigacha ko'rib, bizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, videoda boshdan aytib qo'ydim, $795 dan agar vizalaring bo'lsa, borsalaring bo'ladi dedim. Vizalaring yo'q bo'lsa $895 dan borsalaring bo'ladi dedim. Endi sanalarini aytib bersiz aka, qayerdan tushadi? Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1-3 avgust kunlari uchsa bo'ladi. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha 5-6 avgust kuni uchsa bo'ladi. Qaysi bir o'zlariga yoqsa joylarni bron qilib uchib ketsa bo'ladi. Xohlasa Jiddaga uchadi, xohlasa Madinaga uchadi. O'zlariga qulay bo'lgan tomon ketishlari mumkin. Xudo xolasa o'sha narx ukamiz aytganlaridek $895. Agar vizalaring bo'lsa $795 qilib beramiz. Endi bu Toshkent narxlari. Namangandan boriladi, Vodiydan boraman deydiganlar uchun Namangandan reyslarimiz bor. Bu 1-avgust va 5-avgust kuni qilib beramiz. Xudo xolasa reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $965 qilib beramiz. $965 dan Namangan Madina reysimiz. Namangan 5-avgust. Xo'p, reyslarimizni aytdik, kunlarimizni aytdik. Endi sharoiting qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metrga gastinsamiz uzoqligi, Madina Munavvarada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha gastinsamiz uzoqligi. Qaysi gastinsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi xudo xolasa. 50 bosh xizmati iloji boricha birga borib birga kelishadi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz respublikamizning 3 ta viloyatida ofislarimiz bor. Xohlasalar ofisimizga kelib to'lov qilinglar. Toshkent, Andijon, Farg'onada bor. Yo bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun bemalol joylarni onlayn bron qilsalar ham bo'laveradi. Shu yozgan nomerlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqinglar, to'g'rilab chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Telefon qilaveringlar, chiroyli qilib beriladi. Joylarini bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Xohlasalaring Toshkentdan qilib beramiz, xohlasalaring Namangandan, ya'ni Vodiydan qilib beramiz. O'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalar yana chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilamiz. Shu videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa har kuni yangi videolar kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar uchun yangiliklar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoda Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.